Salom do'stlar. Bugungi videoni pak ochish bilan emas, Jon Garsiyani kuchaytirish bilan boshlaymiz. Tabriklar Jon Garsiya 20. Skill point, shot stopper. Staminasi hali endi 2-daraja. Hali shuncha narsa bor. Demak, keyingi kuchaytiradigan odamimiz kim bo'lishini bilmadim, lekin men GKga qarashim kerak-da. Sig'ib bekar Jon Garsiyani. Shuning uchun do'stlar, mana bu bor payti, balkim keyinroq ko'rilayotgan, masalan, anchadan keyin ko'rilayotganda bu narsa, ya'ni mobilda bo'lmasligi mumkin, ya'ni signing. Shuning uchun maslahatim birdan kuchaytirilgan futbolchilarni olish kerak ekan. Uni 117 qilib o'tirish shart emas. Over bo'yicha emas, value bo'yicha tushish. Demak, 118 bemalol yo'sagan bo'lakan demak. Qaranglar. Overall 118 qilsalaring birinchi u sehrlangan futbolchi chiqadi. Keyin value ko'tarilish bo'yicha qilsalaring bo'ldi. Eng arzon futbolchi lozim. Shobeir. Roq futbolchi adashmasam. Yo'q, Egipet ekan. 118 hammasi yaxshi. 13455. Yaxshi. Va bo'yiga qarang, muhim bo'yiga. 185 bo'yi past ekan. 185. Yusufning bo'yi past ekan. 188 yaxshi. Riyam 184 past. Bono 195. Olish kerak Bononi. 195. Bononi ko'ram bir xilmi? To'g'ri. Courtois 200 cm, ya'ni 2 metr. Alisson 193. Bozinya bo'yi past 189. Past 183. Past. Martinez bo'yi uzunroq 195. Manuel Neuer bo'yi uzun bo'lishi kerak 193. Van der Sar 2 metr 1 cm demoqchidim. Yo'q, 190 cm. Demak, hozir Courtois. Demak, biz Serjga o'tib enter. To'xtaydi. Mana 118 olamiz. 117 qilamiz. Yo'q, to'xtaydi. Ahmad 117 bo'la olmagan pas kiramiz. Adeshin GK va Courtois. Adeshin shunday yoziladi. Voy, adashibman. Qanday yozaman? Men o'rgatilaman. Bono. Courtois yozilgan, ha? Courtois. Bitta 118 bor ekan, boshqa pas ana shu. Nimagadir agar Jon Garsiyani davlat Ispaniya-ku, agar ispaniyalik Jon Garsiya kelganda edi, men Jon Garsiya davlat bo'lsa olgan bo'lardim. Lekin nimagadir yo'q. Yoki chaqirilmagan. Va nihoyat Argentina ketibdi. Demak, the world game to'g'ri. Milestone o'tish hozir shart emas. Demak, buni qo'shamiz. Daily challenge-ni bir marta to'liq yakunlay olamizmi? Ikkita qiyin shart.
Niderlandiya bilan 110. 110 Niderlandiya. Argentina bilan 30. Oy. Do'stlar, nimagadir refresh qilgim kelyapti. Demak, milestone o'tib olamiz. Faqat men olishim 85 Mbps. Chronicles. Chronicles. Eng keraklisi hozircha menga Chronicles, chunki Chronicles soatiga 115 tushadi, 115. Past, juda past. Agar bular 115 ni taxminan full kuchaytirsa 120 bo'ladi-da. Agar 116 bo'lganda edi, Jarziyaga o'xshab uni olsam bo'lardi. Buni draw qilib olamiz. Bir 4 ta 5 shotga bo'lar. Qancha? 4 ta. 4 ta do'st, 4 ta. 4 ta. Yes sir. Demak. Balagun senga nima kerak? Senga nima kerak Balagun? Seni almashtirish uchun, lekin 115 biz kerak emas. 118 kerak degan, 118 kerak, 115 kerak emas. Falarin Balagun. Balagun ham chiqib ketdi, kon ham chiqib ketdi. Faqat demak 118 Balagun ochildi. Balagun 117 pilis. Faqat Kaneba. Voy. Bo'lmasgan do'stlar. Demak, konni olishni o'zi shart emas. Kon necha bo'lib tushadi? 118 mi? Hozir 115 3 daraja ko'tarilyapti. 115 o'tishsa kerak. Balagun Spotlight Pixga o'tib olamiz. Даже olganimizdan umuman kerak emas ekan. Kim kuchayapti? Ferran Torres, Stones. Simone kuchayapti 117 ga. Kanate kuchaygan, Kanateni ko'rib boryapmiz 117. Yaxshi. Bu degan 3 ta bormamiz. Simon, Kanate, Ferran Torres. Faqat Angliya, Stones ham bor ekan. Stones ham demak 5 ta, 4 ta davlat hammasi 117 bo'lganlari mana shu yerda turibdi. 8 ta va bir chorak finalda ish qilib. Chorak finalda mana shularni bergandi bizga. Mana shularning bittasini ol deb. Bir kam 40-darajaga yetib boribmiz. Daily challenge bajaramiz demak. Voy, qayt. Bu niyatingdan qayt. Kerak emas hozir. Вообще-то umuman kerak emas. Go. Demak, tezroq. Tournament. O'ynayam kelmayapti. Ba'zilar so'ragandi. Yo'q do'stlar, tournamentda yutishimga hozircha biz uchun yopiq ekan. Qaranglar. Hozir faqat skill match bilan tangalarni yig'ib olamizda, exchange qilaveramiz. Yoki bo'lmasa boyagi topshiriqlar oddiyroq bo'lishini kutamiz. Ikkita bor ekan bunda. Ikkita bajarganimizdan keyin almashib bilan. Nimaga men skill gain deyapman? Chunki skill gainlarni bajarish oson. Demak. Loading gameplay resource. Hozir 120 oladigan bo'lsak, 90 bilan 210 bo'lar ekan, bitta 40 kerak bo'lar ekan.
Yo'q, bitta 50 kerak bo'lgan chunki bir qo'shimda 89.90 emas. Tap and hold your finger on the goal for a cheap shot. Hold longer for a bigger chip. The landing is fast. Tamam. Wait. İkide hata ordunuz. The World's Game Pack. To'rtta yulduzlikda, to'rtta yulduzliklar ham qiyin bo'ladi. 3ta yulduzliklarni bajarish mumkin. Hozir bizga kerak Lukumi, Ajer. Bir 20'lardan Capdevilla kerak bo'lib qolgan. Tapdım o ahır yolu. Oy. O çok hem dedi lekin. Cevap veremem lekin bu çok hem dedi. To'ysa bilan nima farqi bor? Hozirgacha hamma o'ylantirib kelayotgan savol mana shu bo'lsa kerak. Choysha bilan nima farqi bor? Masalan, bunisi ko'k, bunisi oq. Choysha nima farqi? Qarama. Ozgina chiqamiz. Ozgina. Nimagadir ikkinchi qator bor. Ozgina bor. Ozgina. Ya lekin buni men qilmadim. Ataylab qoldim. Da bo'lmasdi. Nechta yulduzi va 4 yulduzi bor, nima bo'ladi buni? Qachondir qiluvdik-a, adashmasam, qaysidir kuni daily challenge bajarayotganimizda 5 ta yulduz. Nima bajarmasam bo'lmaskin demak. Da 90 gol bo'ladi, nechta gol bo'ladi. The landing. Istanbul level up.
Oy 200 oldingidek yana xato. Refresh. Nechta keldi? 2 ta keldim. Demak, birinchi 3 ta yulduzli bajaraman. Mana sehrlangan nick yozib ko'rish kerak. Raqami 2. Sehri. Yaxshi. O'zi oshib bo'lganda, ancha oshib ketib bo'lgandi. Sovg'alar ham yig'ilib qolibdi, olish kerak sovg'alarni ham. Mana Maradona, Charlton Habianos, James Doku. Laporte, Romero, Diney. Aman kupal. Yep, juda qish ketdi. Jazo tegdi. Tegdi. Oxirgi urinish. Tegdi. Uy, 80 4dan urdik. Birinchi marta o'xshashi buni. Birinchi marta o'xshash. Bu ya'ni bir harakat. Qaysi birini yutish mumkin? Mana bu 3 ta yutish ko'p vaqtimizni oladi. Buni bildim. Bu olmish qiyin. Bunisi eplasa bo'ladi, lekin hozir aytganimiz birinchi skillamiz emas. Hozir bundan o'qiymiz. Voy, bu qanday zo'r do'stlar. Demak, birinchi o'ttiz. Avoid the opponents. Do'stlar, topshiriq. Yo'q. Mission passed. Agar ani 70 ta majal olsak. Capdevilla kerak bo'lishi mumkin. Aytavering odam. Go to Martin to view your line up in cool. Wait. Yo, wait. Wait. Tipkani qo'ymaysiz. Ishqilib ana oxir 70 lik match emasmikan, match bo'lsa ekan. Ado biladi do'stlar. Uy, video to'g'ri. Yo'q, hammasi match, faqat mana bu oldin bajarganimiz. O'yin bo'lib tushdim. Omad boqdi bizga.
CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana. Libertadores. Ya bunday qilish. Viniciusga kirib ketdi. Buni qattiqligiga qarang. Uy. Bo'ldi, ortig'i bilan 1660 shunday ortig'i bilan bo'ldi. Demak, oxirgisi 70. Ko'ramiz qanchalik darajada qiyin bo'lar ekan. Internet qotib qoldi. Full screen. Boombox. Ibrahimovic. Training your plans is an important way to develop your squad. Go to my team and tap on a player choosing the terrain. Yeah, loading gameplay. Man bunu ortaya çekerdi hozir. Voy. O'xshamas. Bunga o'xshamas. Bu hisob. Bu hisob emas. Bu hisob. Ay. Attiga 200 yil etmay qoldi do'stlar. Demak 3 marta tursa yetaman menimcha. Unchalik qiyin emas ekan, faqat sal xatolar bo'ldi bu endi. Ammo o'raylik. Oy 3 marta demak do'stlar, to'ldimi birdan olish kerak ekan. Bo'lmasa bu tarafda to'lmas ekan. 8 tadan atiga 4 ta qoldi. Kim? Argentina, Ispaniya, Angliya qolgan. Bo'ldi. Fransiya nimagadir yo'q. Shu yerda futbol men yaxshi komandani tanlamayman. Xato. To'g'ri. Ozgina qoldi. Voy xato. Yana 200 yil. Anamga qoldi. Hozir bitta shuni qilaman. 2 minut vaqtim ketdi. Bezalar menga olmoqda. Xuddi faqat shu to'r burchaklar ichiga
Tip olsang gol kiradi deganday narsada. Voy. Boshqa narsani bajaribmiz. Eng alam qiladigan narsa. Shuncha paytdan beri nimaga qila olmayapman desam, aslida buni qilish kerak. Bilbao, Atletico de Madrid, bilmadim, Barcelona, Getafe, Girona, bilmadim. Endi bu tarafga ketdim. Topshiriq yakunlandi. Bunday gol urgandan ko'ra strategiya yaxshi menimcha. Shotting eng kuchli futbolchi kim? Jorginhomikin yoki uni pas kuchlimikin? Ulan darrov qotib qo'ygan uchun. Shu tegadi. Bu ham tegadi. Qo'y bu tegmasga. Bu tega. Voy. Bu tega. Bo'ldi. Eng oson joyga yetib keldik. Enter limit 1. Roytur. Olmayazilgan. Olmon soch oqmasmidi? Sariqmidi, oqmidi, shunday emasmi? Ammo ko'zim shunday. Raqamni ham 10 ga o'xshaydi. Chunki olma 10 ga. Outdan boshlaymiz. Ataylar bo'ylab gol urdim. Ba'zi Babajon bizga fint ko'rsating desa, Babajon
Uy, nima bo'ldi? Men qaytaradi o'ylagandim Nobelni. Nobelni. Noyer emas bu. Noyer qaytarishi mumkin. Demek. Uy. Uy. Yuguradi sana bir. Sana bir yuguradi. Aniq yitadi. Aniq yitadi. İçeriye pas. Tilman zarba gol. Birisi 87-11 88 dakika kırıktı. Ama geldi. FC Mobile'da yok. Tortuber. Demek video şurada tugaydi. Hayır.